Yo'q-da, ko'ryapsizlarmi? Yo'q, mana vaqtida kelmaydi. Kech qoladi. Sizga aytdi bu gap. Ha? Hozir men 5 soniya oldin keldimmi sizdan? 5 soniya? Mashga keldimmi? Yo'q, 5 soniya bo'lgani yo'q. Bo'pti, yo'qdachi. Yo'q. Ya, insofdan keyin tug'ilganda bu odam bor-ku. Yo'q, hop, bu yerda mayli, hop. Keyin keldim, hop. Kech qoldingizmi bugun? Yo'q, kech qolganim yo'q lekin. Kech qolganimda mendan keyin keldingizmi? Mendan keyin keldingizmi? Sen ketmon bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Sizlar o'zi bilaman, men qachon kech qolganimda Abbos qo'ng'iroq qiladi yoki Sirajaga qo'ng'iroq qiladi, Farina kelyapsanmi deydilar. Aynan biz bu o'zgarib vaqtda, qoldik hozir. aynan bu vaqtda men kech qolishim Biz mumkin, lekin o'rganib boshqa qoldik bu paytda kech kelishiga, telefon ham qilmaymiz, mayli kelarda deyapmiz shu uchun. Nimaga faqat bir xil mavzu urishasizlar? Boshqa mavzu qolmadi hamdaki 3 yildan beri urishaverib. Keyin ko'rsaga nima mavzu urishamiz, Farina? Bilmasam tomoshabinlarimiz aytsin. Ular yaxshi ko'rishar ekan bizni aynan mana shunday janjallashishlarimizni. Qarang, keling, nimaga men chiroyliligim haqida urishamiz keyin ko'rsatdim. Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga